ichim yonyapti, kuyib ketyapman, oyi. Endi shunday qasrdek uy kelib Ra'noga qoladimi? Sen Ra'noni emas, o'zingni o'yla. Seni ko'z yoshlaring uchun hali Ra'no tovon to'laydi. U ham hech narsasi qolmay itdek xor bo'ladi. Xor bo'ladi, mana ko'rasan. Faqat yig'lama. Tushundingmi? Siz bugun nima qilasiz? Bugun ham kechagi ishimni qilaman. Ish izlab ko'raman. Omadingiz bersin. Rahmat. Xohlagan narxini aytsin. Nima qilib bo'lsa ham ko'ndir. Tushundingmi? Borib yana gaplash. Befoydami deyman-da, tog'a? Sen borib gaplash. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz? Rahmat. Mana siz aytgan hujjatlarni olib keldim. Ha, o'ylanib qoldingiz? Balki ajrashish fikridan qaytgandirsiz. Unda yana ham yaxshi. Balki shunisi ma'quldir. Yo'q, marhamat. Bir paytlar bu nikoh qog'ozini olganimda qanchalar baxtiyor bo'lgan paytlarim esimga tushib ketdi. O'shanda mendan baxtiyor odam yo'q edi. Ha, Sizda ham shunday bo'lganmi? men turmush qurmaganman. Kechirasiz. Marhamat, ariza yozing. Ajrashish sababini albatta ko'rsating. Xo'p. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling, Jamilaxon. Yaxshimisiz? Oy. Sizni direktor bo'lganingizni eshitib, birinchilardan tabrikli deb kirdim. Tabriklayman. Tabrik uchun rahmat. Bu joy endi haqiqiy egasini topganiga ishonchim komil. Xudo xohlasa, yaxshi kunlarimiz ko'payaversin. Ha, ilohim. Ha, sizni meni tabriklashdan boshqa ishlaringiz ham bor shekilli. Ha. Opa, men to'g'ri ta'tilga chiqmoqchi edim. Menimcha vaqtim ham kelib qoldi. Shunga siz bilan maslahat qilay deb kiruvdim. Yaxshi. Birinchilardan bo'lib tabriklab, o'zingiz qochib qolar ekansiz-da. Mayli. Chaqalog'ingizni eson-omon bag'ringizga bosib oling. Aytganingiz. Faqat esingizdan chiqmasin. Tug'ruq ta'tilingiz tugashi bilan o'zimizga tezda ishga qaytasiz. Xo'p, opajon. Bu hamtovoraning ishlari qanday ketyapti ekan? Ikkalasi ham qilgan poraxo'riklari, qing'ir ishlari uchun uzoq muddatga qamalishar ekan. Yomonlar jazosini olgani rozi bo'lsin. Ha, Bu hayotda yaxshi insonlar ko'paysin, opa. Siz menga katta yordam berdingiz. Rahmat sizga. eskilarimiz bejizga aytishmagan. Qing'ir ishni qilig'i 40 yilda ham chiqadi deb. To'g'ri. Shunday. Rahmat sizga, opajon. Yaxshi ishlang. Endi men ham boray. Ishlaringizga omad tilayman. Mayli. Rahmat. Sog' bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p. Uzr. Nega turmush qurmagansiz? Vaqt yo'q. Arzigulik sabab ekan. Avvaliga tanlayverasan. Keyin esa tanlaydigan odamning o'zi yo'q. Shunaqa. Umr esa o'taveradi. To'g'ri.
juda tez o'tyapti. Mana yozib bo'ldim. Imzo qo'ymabsiz-ku. Uzr. Kechirasiz. Mana marhamat. Bo'ldi. Endi barcha hujjatlarni rasmiylashtirib, o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Ha, aytgancha. Turmush qurgandan keyin sizga tegishli bo'lgan barcha narsalarni ro'yxatdan o'tkazish kerak. Deyarli hech narsa yo'q. Uy dadamniki, mashina ham dadamniki. Muzlatgich bilan kir yuvish mashinasini ham ko'rsatish kerakmi? Ha, hamma narsani ko'rsatish kerak. Yaxshi. Xo'p, yaxshi. Rahmat. Mayli. Omon bo'ling. Xo'p, rahmat. Ha? Bir nima demoqchimisiz? Bugun juda ham chiroylisiz. Rahmat. Arziysiz. Keling oyi. Xush kelibsiz. Xushvaqt Qani bo'l bering. o'g'lim. Mana. Rahmat o'g'lim. Keling oyi. Qalay, yaxshi keldingizmi? Oyijon, yaxshi turibsizmi? Rahmat. Qani. Amin. Tinchlik xotirjamligini bersin. Hammanglar tinch bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Rahmat. Xush kelibsiz oyi. Xushvaqt bo'linglar. Yaxshi o'tiribsizlarmi qizim? Oyijon. Anchadan buyon kelaman deyman-u, hech kela olmayman bolam. Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizlarmi axir? Ha, hozir Bo'l, choyingga oyijon. qara. Hozir choy olib kelaman. Singlim Aziza. Foziljon yaxshi yurishibdimi? Xudoga shukr, yaxshi. Hammalari yaxshi. Faqat o'zim oyog'im og'rib turibdi. Nega unaqa? Ha, qarichilikda bolam. Yaxshi o'tiribsiz. Xavotir olma. Ukangam hammalari yaxshi. Sizlarga salom aytdi. Yaxshi, salomat salomat bo'lsin. bo'lishsin. Oyi. Kelin, o'zingiz og'irlashmay yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat oyijon. Xudoga shukr. Oyijon, xonadorlik ta'tiliga ham chiqib oldim. Uyda ishlar bilan o'tiribman. Yaxshi bolam. Ha, qizim, Labbi. qudalarim ko'rinishmaydi. Uydagilar tog'amgalar to'y qilishyapti. O'sha yerga ketishgan. Oyijon, Rahmat qizim, ko'p yashang. Ber menga, o'zim qo'yaman. hozir oyijon, men ovqatga qarang. Ovora bo'lmang, bolam. Yo'q, ovorasi yo'q oyijon. Hozir. Ovorasi hozir. bormi, oyi? Shunaqa qo'li shirin, ovqatini yesangiz maza qilasiz. Bolam, ranging siniqib qopti. Mazang yo'qmi? Yo'q, soppa-sog'man, hammasi yaxshi. Bilaman bolam. Qaynona qaynotangni eshigida siqilib o'tiribsan. Boshimdan o'tgan bolam. Sen otang o'lganda 3 yosh eding. Uyga qaytib borganimda akam bilan ukamni ayollari sira sig'dirishmagan. Onam rahmatli ikki o'rtada nima qilishlarini bilmay qiynalib ketganlar. Oxiri ular sig'ishtirmaganidan mana shu zolim otangga berib yuborganlar bolam. Mayli, siqilmang oyi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hali Xudo xohlasa, meni ham bir yaxshi kunlarim kelib, o'z uyimda, keng uyimda mazza qilib yashaydigan kunlarim kelib qolar, ha? Ha bolam. O'zi uyini qachon berishar ekan bolam sizlarga? Endi bahorda aniq bo'ladi deyishgan. Unga ham hali to'lov qilish kerak. Bilasizmi oyi, ba'zan bu hayotda to'la to'kis yashash uchun o'g'ri bo'lish kerakmi deb qolaman. Unday dema bolam.
Qani ber. Oling. Qizim, ovora bo'ldingiz-da. Yo'q, oyijon, ovorasi bormi? Issiqqina sho'rvadan ichib oling. Qani. Ha, Oling. hozir oyijon, olib o'tiring hozir. Xullas, oyi oylikdan orttirib uy ololmasang, mashina ololmasang, Bolam, hozir uy oladiganlarga ham, mashina oladiganlarga ham kredit berishyapti-ku. qo'ying o'sha kreditni. Kreditni to'la olmay uyni topshirayotganlar qancha? Mashinasini ham pulini to'lab qo'yib, oxiri bilmayman, mashinani ham topshirib yorib, cho'ntagida bir tiyinsiz qoladi. Undan tashqari yeb ichari bor, ustki kiyimlari bor. Qayerdan shuncha pul olaman? Unda puldor otam bo'lmasa, qarashadigan aka-ukam bo'lmasa, bu yerda qaynatam ham gazni, tokni ko'p ishlatyapsan deb rosa noliydi. Men ham qarab turgan joyim yo'q. Men ham ro'zg'or qilyapman. Ozmoz qarashyapman, kuchim yetganicha. Mayli bolam. Menga qara, siqilma. Sabrni tagi rohat deyilgan. Xafa bo'lma bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. Xudoga shukr. Behisob shukr. Inshaalloh. Qani, oling. Ovqatga Qani, qarang. ol o'zing. Oling, yo'q, boshlang. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Keldingmi? Ha, Mana choysiz o'tiribman. Aziza maktabdan kelmadimi dadasi? Yo'q. Hozir choy damlab kelaman dadasi. Dadasi. Men hozir Anvarlarnikidan keldim. Ular qudanikiga sig'indi bo'lib qolishibdi dadasi. Xo'sh. Men nima qilay? Jon dadasi. Xo'p de. Bolalar uyga qaytsin jon dadasi. Keling. Axir Anvarni men tuqqanim bilan shuncha yil sizni qo'lingizda katta bo'ldi. U sizni o'g'lingiz dadasi. Qudani tor uyida yetimdek yalinib, uyalib, qisilib yashayapti dadasi. Axir mening necha yillik umr yo'ldoshimsiz. Shuni qadri yo'qmi jon dadasi? Axir shuncha yil xizmatingizni qildim. O'g'il qiz tug'ib berdim. O'zim uchun hech narsa so'raganim yo'q dadasi. Faqat bolam uchun, Anvar uchun so'rayman jon dadasi. Xo'p deng dadasi, xo'p deng jon dadasi, xo'p deng. Menga qara. Didiyoyni yig'ishtir. O'g'ling meni yuzimga oyoq tiradi. Tuzimni ichib, tuzlig'imga tupurdi. Qiynalsin. Yana qiynalsin. Ana o'shanda meni qadrim yetadi. Qadrimga yaxshiroq yetadigan bo'ladi. Unday demang dadasi, jon dadasi, unday demang. Rahim qiling jon dadasi. Istasangiz mana men boyingizga yiqilib tiz cho'kib so'rayman dadasi. Bolalarimga rahim qiling dadasi. Ularni qaytaring dadasi. Choyni ham
harom qilding. Dadasi, ketma. Jon dadasi, ruxsat bering. Bolalarimga rahm qiling. Sobir ota. İyi. Labay qizim. Assalomu alaykum Sobir ota. Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz kelin? Xudoga shukr. Xonadonlar tinchmi? Shu oldingizga bir maslahat bilan kelayotgandim ota. Yaxshi. Qulog'im sizda. Gapiring. Shu bizni uyimizga borib, xo'jayinim bilan bir og'iz gaplashsangiz. Ha. Bilasiz, Anvarjon bilan kelinimni qo'ymay haydab yuborganlar. Bolam qaynotasini uyida juda qiynalib yashayapti. İchkuyov bo'lib yashash oson emas. Ha, Anvarjon oriyatli yigit. ha, Rosa qiynalgandir. ha shunday ota. Unisiga kelinim og'ir oyoq. Oy kuni yaqin. Bilasiz, hozir ijroda turishni o'zi bo'lmaydi, qiyin. Ha. Narx-navolar oshgan. Ha. Shunga siz gaplashsangiz, Yaxshi. Zora otasi ko'nsalar. Bollarni uyga qaytarishga ko'ndiring otaxon. Ularni o'ylab juda ham qiynalib ketdim. O'zimdan o'tganni o'zim bilaman. Ona bo'lib o'g'limga yordam bera olmasa, qo'limdan hech narsa kelmasa. Mayli kelin. Siz yig'lamang. Men ertaga albatta uylaringga o'taman. Eringiz bilan albatta gaplashamiz. Ajamas insofga kelsa. Axir u ham inson-ku. Bag'ri tosh haykal emas-ku. Xudo xolasa ko'nadi. Siz ko'p siqilmang kelin. Rahmat Mayli, Sobir omon ota, bo'ling. rahmat, ko'p yashang. Omon bo'ling. Ha, men bilan gaplashganingizni xo'jayinimga aytmang, xo'pmi? Yo'q, kelin. Aytmayman. Siz xijolat bo'lmang. Ha, sizni ham tushunaman. Axir ona bo'lish oson emas. Rahmat, ko'p Omon yashang. bo'ling. Sog' bo'ling. Omon bo'ling. Xo'p. Xo'p. Noinsofga Xudo insof bermasa qiyin ekan. Bakirvoy. O Bakirvoy. Hola bey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling Sobir ota. Qalay kelin? Yaxshimisizlar? Rahmat, Xudoga shukr. Uydagilar hammasi yaxshimi? Rahmat. Bakirvoy uydami? Ha, uydalar. Kira Bir kiring. gaplashay deb kelgandim. Juda yaxshi qilibsiz-da. Mana, omon bo'linglar. Omon bo'linglar. Mayli, omon Marhamat, bo'ling, qizim. turavering. Hozir. Bakirvoy. O Bakirvoy. Bakirvoy. O Bakirvoy. Ya, Sobir aka. Uydamisiz? Keling. O'tiravering. Keling, ben bu yoqqa chiqing. Ya. Keling, assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Qani, Sal o'tiringchi. ko'zim ilinibdi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani, Iloh amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammaga ham insof bersin. Amin. Allohu akbar. ha. Keling, Sobir aka. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Qalay, yaxshi o'tiribsizmi, Bakirvoy? Ha, rahmat ota, bo'ladi. O'zingiz tuzumisiz, mahallani ishlar bilan charchamay yuribsizmi? Rahmat. Bu Jabis tomonlarga kamlamaydingiz. Bugunja qadam ranjida qilib qolibsiz. Qaysi shamol uchirdi? Sizni shamolingiz uchirdi, Bakirvoy. Sizni shamolingiz. Yomonsiz, Sobir aka, yomonsiz. Endi Bakirvoy gap shundoq. Gapimga quloq soling. Gapni indallosini aytadigan bo'lsam, o'g'lingiz bilan keliningizni bir surishtiring, qayerda yashayapti,
o'zi nima qilyapti, qanday yashayapti, shuni bilgani keldim. Yaxshi, o'tirishgandir. Qaynota, qaynonasinikida yalloq qilib yurishgandir. Nima qilardi? Shunaqa deng. Shunaqa. Shunday. Bakirvoy, mahallamizdagi har bir fuqaroni taqdiriga biz befarq emasmiz. Shuncha bo'lib o'tgan ishlardan keyin ularni ham nazoratsiz qoldirish yaxshi emas. Unisini bilmadim. Adashmasam 4 oy burun qaynotasi oldingizga keluvdi. To'g'rimi? To'g'ri. O'shanda meni ham chaqiruvdi. Bolalar uyiga qaytsin deb o'shanda shu yerda gaplashgandik. Siz ko'nmagandingiz, Bakirvoy. Nahotki Anvar bilan kelin o'sha yerda yalloq qilib yashayotgan bo'lsa. Bilmadim, Sobir ota. Bilmadim. Menga qarang, Bakirvoy. Alhamdulillah biz musulmonmiz. Farzandlarni to'g'ri yo'lga solish siz bilan meni vazifam. Ularni og'ir damda suyash bizning vazifamiz. Bolalarni uyiga chaqirib oling, Bakirvoy. Qiziq gaplarni gapirsa, nimaga men chaqiraman? O'zi kelsin kerak bo'lsa. Yalinsin, yolvorsin. Mendan kechirim so'rasin u. Yo'q, u kishim kechirim so'ramaylar. U kishi mag'rur. U kishim insofli. Men bitta noinsofman. Qiziqmang, Bakirvoy. Qiziqmang. Ulardan o'tsa, yoshlardan o'tsa biz kechirishimiz kerak. Xo'p. Gapingizda ham jon bordir, Sobir ota. U kelin mabodo bu yerga kelsa, Sadirning onasi uni sog' qo'yarmidi? Har kuni uyimizga janjal qilib chiqadi. O'g'lini qotilini sog' qo'yarmidi, ota? Sizni xabaringiz yo'q shekilli, ha? Xo'sh, Ha, keliniz Sadirni o'ldirmaganligi haqida sudda hammasi ma'lum bo'ldi-ku, oqlandi-ku. Ha, mard bo'lsa onasi o'sha sudga borib janjal qilardi. Ha, qayta ko'rib chiqishini taklif qilardi, ariza berardi. O'sha o'g'lini aybdor ekanligini o'sha onasi juda yaxshi biladi, Bakirvoy. Xullas gap shu. O'g'lingiz bilan keliningizni albatta uyga qaytaring. Ha, unaqa qaynona qaynatasini uyida sig'indi bo'lib yashamasin. Uyat bo'ladi, Bakirvoy, uyat bo'ladi. ko'ramiz. Ha, men sizga ishonaman, Bakirvoy. Xo'p. Xo'pmi? Mayli. Ha, Bakirvoy. Ko'ramiz. Xo'p, ko'ramiz. Xo'p, barakalla. Bo'lmasa men tura qolay. Bu Yo'q. nondan ushat. Yo'q, ovora bo'lmang. Ovora bo'lmang. Qani, ilohi omin. Mushkullarimiz oson bo'lsin. Alloh taolo hammaga ham insof bersin. Allohu akbar. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Yo'q. Ha, chiqmadimi? Qimillamang. O'tirganingiz yaxshi, o'tiravering. Bu Omon sho'lam bo'ling. ichganingiz yo'q. Omon bo'ling, Bakirvoy. Sog' bo'ling. Mayli, Sobir ota. Hop. Omon bo'ling, Bakirvoy, omon bo'ling. Ketdilarmi? Ha, ketdilar. Ha? Sobir ota nima kelibdilar? Aql o'rgatgani kelibdi. Anvarni uyga qaytararmishman. O'rgildam. Ey, bu nasihatini borib mahallasiga qilsin. Bolalariga qilsin. Mahalla ko'mligidan o'rgildim bu odamni. Opa, faqat iltimos sizdan farzandimni asrab qoling. Asrab qolamiz. Yaxshiyam shifoxonaga o'zingiz olib kelibsiz. Aks holda bu og'ir oqibatga olib kelishi mumkin edi. Asabiylashgan dedi. Hammasini sen qilding. Sizchi meni qarg'ash o'rniga qizingizni eplab tarbiya qilib oling, xo'pmi? Jim deyapman senga. Ko'rmayapsizmi gapini? Jim dedim.
yo yordam qila olmasam, yo bir nafim tegmasa senga. Bo'ldi, oyi, siqilmang, qo'ying. O'ylab ko'ring. Bizga yo'q deganlar keyin afsuslanib qoladi. Tushunmadim. Hozir siz menga tahdid qilyapsizmi? Bunday holatda yo onani yo bolani tanlashga to'g'ri keladi. To'g'ri-da. Tug'ishgan ota-onang eshitmagandan keyin doktor bilan advokat eshitadimi? Yo'llarimda ilon kabi cho'zilib yotgan, Men yana tuhmat girdobga tushib qolishdan qo'rqaman. peshonamda yozilib yotgan, shu xavotirda tanamda ezilib yotgan, jonim tuhmat girdobidan qutqargin Alloh, qutqargin Alloh. İşonch qolmadi-ku do'st dushmanga ham, achinmadi hayot yosh jonimga ham, kelmaydigan kunda hatto hayolimga ham, umrim tuhmat girdobidan qutqargin Alloh, qutqargin Alloh. Aloqsan! Qo'yvor! Tuhmat girdobi qachon tugab bitar, umrlarni xazon etgani yetar. Tuhmat girdobi yuraklardan o'tib, g'arom o'yinida yutgani yetar. Zino qildim de! Ayt! Bir marta bo'lsa ham rost gapir! O'tib olarman yomonning makridan omon, bir amalab shaytonlarning shahridan omon. Ammo sabrim kosasini to'ldirar yomon, meni tuhmat girdobidan qutqargin Alloh, qutqargin Alloh. U baribir bizga onalik qila olmaydi opajon. Iltimos yig'lamang sizdan. Tuhmat girdobi qachon tugab bitar, umrlarni xazon etgani yetar. Tuhmat girdobi yuraklardan o'tib, g'arom o'yinida yutgani yetar. Tuhmat girdobi qachon tugab bitar, umrlarni xazon etgani yetar. Tuhmat girdobi yuraklardan o'tib, g'arom o'yinida yutgani yetar. Ozgina bo'lsa ham mehr